Hammaga salom, Sarvayana men Selli. Bu videoda biz mana shu One Blockda yashab qolishda ikkinchi qismini olamiz. Bo'lmasam survival qilishni boshladik. O'tgan qismda rosa kuchayib oldik. Endi mana shu bazani ham kattaytirish kerak edi. Atrofda hech narsa yo'q. Menimcha orollar ham paydo bo'lsa kerak. Maytda ko'rib turgan bo'lsanglar, yozuv turibdi. Ash yozuvda qanaqa chiqyapti-da moblar. Ana. Ko'rdinglar? Buni o'ldirib yuboramiz kerak yo'q. Ana, qo'y chiqdi yana. Yo'q, o't. Va, juni tushib ketdi-yu. Menga juni kerak edi-da. Yo'q. Boshqa qo'y chiqadi-yu yana. Orollar ham chiqishni boshlasa kerak hozir. Ana, yana bitta tovuq chiqdi. O'ldirdik buni ham. Tosh chiqdi endi bunun ichida. Ko'ryapsizlarmi? Rosa tez bo'lyapti. Cho'chqa haram. Rosa qatyapti-da. Endi buni olamiz. Yana tosh. Voy, sigir ekan. Tushib ketdimi, nima bo'ldi endi? Daraxt o'sib ketdi. Orolni kattaytirish kerak edi. Shuncha loy blokim bor. Lekin kattaytirmayapman. Qo'yib, bu yoqda ham qo'yamiz. Yana bittadan kattaytiramiz. Xullas, kanalimga obuna bo'lib, like bosishda esingizdan chiqarmanglar. Menga bu narsa kerak. Sizlar bu daraxt chopilishini qaranglar. Ana ko'rdinglar? Bu zo'r ekan. Endi birinchi marta ko'rishim. Men bu Minecraftga 10 dan 10 beraman. Chunki zo'r ekan chopilishda daraxtni. Bu Minecraft endi birinchi marta o'ynab ko'rishimda. Bundaqa narsa ham bor ekan bunda. Bu nima o'zi bilmadim dashin. Olma tushibdi. Buni solib qo'yamiz. Buni ham solamiz. Toshni ham solamiz. Toshdan anaqa qilish kerak edi. Bittasini solib qo'yardim. Endi bittan qani endi pechga. Mana pechga. Endi pechkani qo'yamiz. Pechkani o'zgarishi lekin yo'q ekan. Bu versakitga zo'r ekan. Endi qonunni ochgan yo'q. Xullas, endi tun tushdi. Quyoshni qaranglar. Quyoshni ko'rinishini zo'r ekan quyosh ham. Lekin oy Minecraftdaqa quyosh bo'lsa mana shunaqa. Quyosh haqiqiy hayotdan olinganga o'xshagan. Men hozir bu taxtaga aylantirib olsam.
Endi o'z mana shu yarimtali blokdan qilsam, mana shu yarimtali blokdan qilamizda endi orolni ham. Bo'ldi, yetadi. Orolni bu yoq tarafidan boshlasam, makka qo'yamiz. Hozir men orolni qurib bo'ldim, moblar paydo bo'lib, keyin manetdagi taxtalarni portlatib yubordi kirib ber. Xullas, men keyin tushib ketib qoldim pastga. Undan keyin narsalarim yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib ketdi pastda. Xullas, endi bundaqa darajaga keldi. Ko'chapalari rosa chiqyapti. Lekin har biri tulki, keyin it, keyin yana sigir chiqdi. It bilan tulki chiqmayapti. Mana shu it chiqsa, skeletni o'ldirib anaqa qilsam bo'ladi. Bu ham sinalor kirgan. Sindani. Endi men xohlagan narsamni yasasam bo'ladi. Kim bunda qasddan ham tushdi-da vardonligidan. Qaranglar. Bu ham zo'r ekan. Mana vardonligi. Xullas hammasini to'playman shekilli. Sandiq chiqib qoldi. Keyin oldim. Sandiqda ichida ekan. Xullas pechenye tushdi, yana bir balolar tushdi.